Hasanboy Do'stmatov yana bir bor jahon chempioni bo'ldi. Yana bir bor deyapman, chunki bu yangilik emas, bilasizlar. Meni 40 chiqqandan beri aka borgan musobaqasida yutib keladi. O'zini vesini monopoliya qo'ygan, o'zini vesida chingalchi qutashdan ham Luboyni yutib yuboradi. Perchatga taqqanni gap ko'ryapti. Qadeo Madridda 22 da bo'lsa, bitta gol hisobiga yutsa gapirsam u akam bitta jali odamimiz gapirmasam bo'lmaydi to'g'risi. Shu bir kishilik talpa olib qo'ygan. Bir kishilik talpa emas. Bitta o'zurada 5-6 kishi urgandek ko'radi. Bu kariyeschi odamni tishiga tushadi. Hasanboyga urganda raqib sachiga kariyes tushib ketdi, ko'rdinglarmi? Biqini yurib tishini tomirlarini ko'rsatib, peshonasiga varikoz chiqqan odamni ko'rganmisiz? U tashni qo'yib ketdi. O'y, bo'ydan oldin men Bahodir deb esida tushar edi degan ekan. O'y, ko'k unaqa to'polon qilma deyishgan. Hech yo'q 2 ga 1 urishadi degan ekan, ham unashmabdi. Yo'q, unaqa qilma deyishibdi. Oxiri ko'rgan bo'lsa, birinchi raund turgandan keyin hali trenerini ko'rdinglarmi? Raqib trenerini. Voy, mavolaga ikkinchi guruh nogironiga dokument qilib beraylik. Deyotganini eshitdinglarmi sizlar ham? Men eshitdim. 2 tur kam ta'minlangan qilib qo'ydi уже. Tabriklaymiz.